Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa uzoqroq masofaga tashlagani yoki bo'lmasam где-то 1 kilometr yo bo'lmasam 80-90 har xil metrga tashlaydigan, olib ketadigan narsalarimizni qidiryapti turgan aka-ukalarimizga mana shu videoni jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa mana bunaqangi Asaman firmamizga tegishli mana 8 ta kirchatkali xolasalar mana bunaqangi mana 1 2 3 4 5 6 7 8 ta kirchatkali mana bunaqangi kattaroq kirchatkali nasoslarimizni olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin akalar, mana 50 tonna suv tashaveradi. 143 mm da bo'ladi akalar. Ko'ryapsizlar. 11 kilovatli motori Admutga nisb bo'ladi. Xo'p, mana shu tagida mana suv tortadi, pastida motor bo'ladi akalar. Xo'p, olib borasizlar aka, bu 3 fazaga ishlaydi akalar. 100 metr, где-то 80 metr, 90 metr любой nimaga olib ketaverasizlar akalar, metrajga olib ketaverasizlar. Maksimal o'sha 100 metrgacha olib ketsalar ham bo'ladi. Xo'p akalar, xohlasalar mana bunaqangi kattaroq kirchatkali suvni ko'proq tashaverayman. Ya'ni mana 110 tonna suv tashaveradigan 44 metr balandlikka olib ketsalar ham bo'ladi. Motor quvvatiga kelyapti degan bo'lsa 15 kilovatli motor quvvati bo'ladi. Bular akalar hammasi 3 fazaga ishlaydi. Bundan tashqari kichkinaroq paploy nasos so'ragan aka-ukalarimizga mana bunaqangi kichkinaroq paploy nasoslarimiz ham mavjud. 76 deysizlarmi, 100 lik, 150, 200 talik har xil turlardan mavjud akalar. Xo'p, kimga shunaqangi 150, 200 talik nasoslarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam kattaroq nasoslar so'rayib turgan aka-ukalarimizga mana bunaqangi 350 talik nasoslarimiz ham mavjud. Bemalol telefon qilaverasizlar. 12 viloyatga dostavka xizmatlarimiz bor. Albatta kelishgan holda. Videomiz yoqqansa like tugmasini bosib qo'yishingizni tashmasin. Bundan da qiziqarliroq video ko'rish uchun bizning profilga o'tib kirib ko'raverasizlar akalar.